Marvel DC'ga qarshi 1996-yilda Marvel hamda DC hamkorligida ishlab chiqarilgan DC Marvelga qarshi komiksda ikki olam boshqaruvchilari tirik tribunal va Spectre boshqa olam mavjud ekanligini bilib qoladi va olamlar o'rtasida to'qnashuv vujudga keladi. Natijada DCning ba'zi qahramonlari Marvel olamiga, Marvelning ba'zi qahramonlari DC olamiga o'tib qoladi. Dastlab hammasi tinch kechadi, hattoki Superman Peter Parker bilan birgalikda Daily Bugle'da ishlaydi. Keyinchalik tirik tribunal va Spectre bu ikki olamdan faqatgina biri qolishi kerak degan qarorga keladi va qahramonlar o'rtasida jang tashkil qiladi. Shartga ko'ra, qaysi olam qahramonlari ko'proq g'alaba qozonsa, o'sha olam saqlanib qolishi kerak edi. Jang Superman va Hulk, Batman va Kapitan Amerika, Thor va Shazam va shunga o'xshash boshqa qahramonlar o'rtasida bo'lib o'tadi. Bir muddat o'tgach, qahramonlar jang bu muammoning yechimi emasligi, kelishuv zarurligini anglab yetishadi. Tirik tribunal va Spectre vaqtinchalik olamlarni birlashtirib turadi. Natijada amalgam olami paydo bo'ladi. Bu olamda qahramonlar gibrid ko'rinishda edi. Misol uchun Superman va Kapitan Amerika super askar ko'rinishda, O'rgimchak odam va Superboy Spider-Boy ko'rinishda, Batman va Logan Black Claw ya'ni qora tirnoqlar ko'rinishda edi. Komiks so'ngida tirik tribunal va Spectre kelishuvga erishib, bir-birlarini olamlarini tan olishadi va barchasi o'z holatiga qaytadi. Meni fikrimcha, bu komiks asosida bo'lmaydi deganda multserial ishlab chiqarish kerak. Biz fanatlar uchun. Siz qanday fikrdasiz?